xuddi shu holatdagi, ya'ni bundan ham yil eskiroq Nexia 2ni 2 yil, 3 yil oldin o'zim 66 million so'mga oluvdim-da. Hozir narxlar juda ham tushib ketdi mashinalar. Buni yili 2011-yil ishlab chiqarilgan ekan. Motor Donus, ya'ni Mazda minadigan mashinada Donus motor kuchli bo'ladi. 1.6 motoriga reminlarni almashtirgan, buni yangitdan moy quygan ekan, qimmat moydan quyganman dedi. Oldi balon o'rta holatda, orqadagi baloni eskiroq ekan. Mana orqadagi balon 100 talik metani bor. Bitta zapravka qilib olsangiz, ancha muncha yuradi 100 talik metanda, bilasizlar. Bu mashinaga kraskasiga keladigan bo'lsak, 20-30% kraskasi bor deyapti. Avariyni holati yo'q ekan. Yana ham agar oladigan bo'lsangiz, o'zingiz tekshirib olaverasiz. Salon qismlari, chiqinlari ham, poliklari ham o'rta holatda. Bu mashinaning narxini egasi hozir 38 million so'm dedi. O'ziga aytmasdan 37 million 500 ming so'm qo'yamiz. Undan keyin ham kelishtirib beradi. 37 million 500 dan keyin ham kelishtirib beradi. Hadovoyda ozgina ishi bor dedi, motorida ishi yo'q deyapti. Bu mashinamizga xohlasangiz generalni beriladi, xohlasangiz sizga o'tkazdirib ham beraveradi nomingizga. Keyin yana bitta zo'r tomoni, variant olsangiz ham bo'ladi. 5 oy, 6 oyga variant beradi. Xohlasangiz 1 yilga ham beradi. Faqat bu aytilgan summaga ustiga pul qo'shiladi. Nexia 2 arzonroqdan qidirib yurgan bo'lsangiz, mana shu mashinani bitta ko'rsangiz bo'lar ekan.